O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari to'g'risidagi qonuniga to'xtalamiz. Bu O'zbekiston Respublikasini 2018-yildagi Qonunchilik palatasini hamda Senatning 2018-yil 13-dekabrdagi ma'qullashlari orqali qabul qilingan qonun hujjati hisoblanadi. Hop, va bu 2019-yil 6-fevralda qabul qilingan va qabul qilingan kundan e'tiboran qonun loyihasi kuchga kirgan. 8-sinf darsligida keladiki, O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari to'g'risidagi qonun 1995-yil qabul qilingan degan ma'lumot keladi. 1995-yilda ham to'g'ri qabul qilingan, faqat u qonun уже eskirib, o'rniga mana bu yangi darslikda kelmagan boshqa qonun qabul qilingan. Endi mazkur shartnomani qaysi organlari yoki bo'lmasam qaysi joylariga e'tibor qaratishimiz kerak? Bu endi juda katta aslida. Bu qonun juda ham katta. Xalqaro shartnomalar to'g'risidagi qonun. Buni faqat o'quv dasturiga doir bo'lgan qismlariga e'tibor qaratamiz xolos. Asosiy tushunchalar va hokazo. Xo'p, demak, ushbu qonunning maqsadi nima? Mazkur qonunning asosiy maqsadi O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarni tuzish, mazkur shartnomalarni bajarish va ularni amal qilishini to'xtatib turish va o'shani amal qilishini tugatish sohasida munosabatlarni tartibga solish bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasini qanday tartibda bo'lishini, qanday tuzilishini, qanday bekor qilinishini, qanday amal qilishini mana shu qonun belgilab beradi. O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalar to'g'risidagi qonunchilik mana shu qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iborat konstitutsiya va xalqaro huquqning e'tirof etilgan prinsiplari, normalari, konstitutsiyaga, shuningdek xalqaro shartnomani o'z qoidalariga muvofiq tuziladi, bajariladi, tugatiladi va ularni amal qilish to'xtatib turiladi. Xalqaro shartnomalari agar O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoida belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari ustuvorlik huquqiga ega va mana shu qonun qoidalari qo'llaniladi. Bu o'sha har bir huquq normamizda kelgan konstitutsiyamizdagi 3-bob konstitutsiya qonunlari ustunligida shunday qoida nazarda tutiladi. O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari xalqaro huquqning e'tirof etilgan prinsiplari, normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismidir. Ko'p joyda keladi, xalqaro huquqning e'tirof etilgan prinsiplari deydi. Xalqaro huquqning e'tirof etilgan prinsiplariga qaysilar kiradi o'zi? Shunday savol paydo bo'lishi mumkin-da. Nima degani bu? Buni tushunchasi bormi o'zi? Qayerdadir yozilganmi? Darsda kelganmi bu? degan har xil savollar bo'lishi mumkin. Hozir sizlarga qo'shimcha ma'lumot sifatida tushuntirib ketay. O'sha mavzumizni yaxshiroq tushunishimizga xizmat qiladi bu. Buning uchun bizga 8-sinf davlat va huquq asoslari darsligi kerak bo'ladi. Ekranni ochmayman, ma'lumotini aytib ketaman, qayerda yozilganligini. Xo'p, bu 8-sinf 2019-yilgi nashrida 111-betda xalqaro huquqning e'tirof etilgan prinsip va normalari degan joyda yozib o'tilgan. O'qib beraman. Xalqaro huquqning asosiy qoidalari bo'lib, ularni xalqaro huquqning barcha subyektlari tan olgan va ularni bajarishi majburiy hisoblanadi. Mana bu xalqaro huquqning e'tirof etilgan prinsiplari. Endi mana shu yerda hozir sirazi misoli keladi kitobda. Birinchisi, davlat suverenitetini hurmat qilish, xalqaro prinsip birinchisi. Ikkinchisi, zo'rlik ishlatmaslik. Uchinchisi, davlatning hududiy yaxlitligini tan olish. To'rtinchisi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish. Beshinchisi, ichki ishlarga aralashmaslik. Oltinchisi, xalqlarning teng huquqliligi. Yettinchisi, insonning huquq va erkinliklarini hurmat qilish. 8-si, davlatlar o'rtasidagi hamkorlik. 9-si, xalqaro huquq bo'yicha majburiyatlarni bajarish. Mana shu hammasi bo'lib, mana shu prinsiplar
xalqaro huquqning umumiy etilgan prinsiplarini o'z ichiga oladi. Hech kim e'tibor bermagan ma'lumot bu. Demak, xalqaro huquqning umumiy etilgan prinsiplari hozir aytib o'tganlarimdan iborat. Kitobni ochib, yaxshilab o'qib, belgilab olsanglar, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, mana shu xalqaro huquqning umumiy etilgan prinsiplari va normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimini tarkibiga kiradi xalqaro hujjatlar ham. Xo'p, endi qayerga e'tibor berishimiz kerak? Asosiy tushunchalarni. Asosiy tushunchalardan mana davlat organi, denonsatsiya, depozitariy, ratifikatsiya yorlig'i, xalqaro tashkilot degan tushunchalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Hammasini emas, faqatgina mana shu hujjatlarni ko'rib chiqamiz, mana shu atamalarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rinda mana shunga qaraymiz. Denonsatsiya, davlat organiga qaraymiz. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq xalqaro shartnomalarni tuzish huquqi berilgan O'zbekiston Respublikasi vazirligi, shuningdek boshqa organ, davlat organi deb yuritiladi. Lekin bu tushmaydi davlat organi. Mana bu bizda konstitutsiyadan kelgan denonsatsiya, ratifikatsiya degan. Demak, O'zbekiston Respublikasi o'zi tuzgan xalqaro shartnomani tegishli tarzda rasmiylashtirgan holatda rad etishi va O'zbekiston Respublikasini xalqaro shartnomasini tugatish usullaridan bittasi, demak, denonsatsiya. Sirasi tushuntirib ketay, bu yoqda hozir ratifikatsiyaga aynan ta'rif berilmagan bu qonunda Oliy Majlisni birgalikdagi vakolatlarida xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish va denonsatsiya qilishga vakolat keltirilgan. Qonun chiqarish yo'li bilan amalga oshiriladi bu vakolat. Bunda e'tibor qaratishimiz kerak bitta narsaga, mana xalqaro shartnomaga agar O'zbekiston Respublikasi qo'shilmoqchi bo'lsa, mana shu xalqaro shartnomaga qo'shilishi uchun Oliy Majlis ratifikatsiya qilish to'g'risida qonun chiqaradi. Demak, bu xalqaro shartnomaga qo'shilishimiz ratifikatsiya. Endi xuddi mana shu xalqaro shartnomadan O'zbekiston Respublikasi chiqib ketmoqchi bo'lsa, yoki chiqib ketadigan bo'lsa, yoki mazkur shartnomani tugatmoqchi O'zbekiston o'zi uchun. Bunaqa holatda mazkur shartnomani denonsatsiya qilish to'g'risida Oliy Majlis tomonidan qonun e'lon qilinadi. Va mana shu qonun asosida xalqaro shartnoma denonsatsiya qilinadi. Demak, bu shartnomani bekor qilish, shartnomani tuzish esa ratifikatsiya. Shunaqa deb tushunsak bo'ladi. Depozitariy qiziq atama bu ham. Xalqaro shartnoma qoidalariga muvofiq xalqaro shartnomani asl nusxasi o'ziga saqlash uchun topshirilgan va mazkur xalqaro shartnomaga nisbatan ushbu shartnomada va xalqaro huquqda nazarda tutilgan vazifalarni bajaradigan davlat, xalqaro tashkilot yoki uni bosh ijrochi mansabdor shaxsi. Mana odatda bitta organni bilamiz hammamiz, BMT. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Asosan xalqaro shartnomalarni mana BMT kotibiyati, ya'ni depozitariyda saqlaydi. Ikkita davlat shartnoma tuzishadi-ku, mana shu shartnomani imzolashganda ular qog'oz varianti asl nusxasi bo'ladi. Xuddi mana shu asl nusxasi depozitariyga qo'yilishi kerak. Ya'ni saqlanishi kerak u. Asl nusxa qayerdadir turishi kerak. Qaysidir davlatda tursa, bu to'g'ri kelmasligi mumkin, ertaga nizo kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun xolis 3-shaxsga beriladi. Bunda qaysidir davlatni depozitariy qilib belgilash mumkin yoki bo'lmasam xalqaro shartnoma, mana xalqaro organ doirasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining kotibiyatini depozitariy qilib belgilash mumkin. Ya'ni bu mana shu organda saqlanadi keyinchalik. Xo'p. Muzokaralarda ishtirok etayotgan tomon, o'sha xalqaro shartnomani tuzish, qabul qilishda ishtirok etayotgan davlat yoki uning vakili. Mana endi mana bu atamani e'tiborga qaratishimiz kerak. Ratifikatsiya yorlig'i. Xalqaro shartnoma O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari tomonidan ko'rib chiqilganligi to'g'risida guvohlik beruvchi, xalqaro shartnomani O'zbekiston Respublikasi uchun majburiy ekanligiga bo'lgan rozilikni ifodalovchi maxsus hujjat ratifikatsiya yorlig'i deyiladi. Ya'ni mazkur hujjat xalqaro shartnoma ratifikatsiya qilingandan keyin unga ratifikatsiya yorlig'i beriladi. Ratifikatsiya yorlig'i berilganligi bo'ldi, O'zbekiston buni qabul qildi. O'zbekiston uchun bu hujjat endi majburiy deganligini anglatadi.
mana shu ratifikatsiyadan keyin ratifikatsiya yorlig'i beriladi. Ratifikatsiya qilish ham xuddi mana shunaqa. Ratifikatsiya haqida atama bor bizda. Ratifikatsiya atamasini qayerdan ko'rsatdik? 2023-yilgi nashr 10-sinf davlat va huquq asoslari kitobimizni eng oxirgi 126-betida yozilgan. Lotincha ratus, ya'ni hal qilingan, tasdiqlangan, hamda ikkinchi yarmi facere, ya'ni feser, qilmoq, ya'ni hal qilish, tasdiqlash degan ma'noni anglatadi. Xalqaro shartnomani davlat hokimiyati oliy organi tomonidan tasdiqlanishi, masalan, O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish to'g'risida Oliy Majlis, Qonunchilik palatasi va Senat birgalikda qaror qabul qiladi deb aytib qo'yibdi. Demak, xuddi shunaqa. Mana shu ratifikatsiyani ma'nosini anglatadi. Lotinchadan olingan ekan. Xalqaro tashkilot o'z tasdiq hujjatiga muvofiq xalqaro xususiyatga ega bo'lgan muayyan vazifalarni bajarish uchun tashkil etilgan xalqaro huquqning subyekti bo'lish huquqiga ega bo'lgan davlatlararo hukumat yoki hukumatlararo tashkilotdir. Demak, buni ham bilib qo'ysak bo'ladi. Xo'p, keyingisi mana buni ko'ramiz. Belgilayotgan atamalarim eng muhimi, qolganlarini unchalik emas. Huquq dasturida o'sha asosiy tushunchalar doirasida mana shu. Xo'p, O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi bitta hujjatdan ikkita yoki bir-biri bilan bog'liq bo'lgan bir necha hujjatdan iborat bo'lishidan, o'zining muayyan nomidan, tuzilish usuli. Masalan, qanaqa usulda tuzilgan? Shartnomami, bitimmi, konvensiyami, aktmi, paktmi, bayonnomami, xatmi, nota almashuvimi yoki bo'lmasa xalqaro shartnomani boshqacha nomlari va tuzilish usullaridan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi tomonidan chet davlat va xalqaro tashkilot yoxud xalqaro shartnomalar tuzish huquqiga ega bo'lgan boshqa subyekt bilan yozma shaklda tuzilgan xalqaro huquq bilan tartibga solinadigan xalqaro kelishuv. Demak, bu shartnoma xalqaro. Umumiy ma'nosi mana bu. Ya'ni O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi bu O'zbekiston Respublikasining xalqaro kelishuvi. U mana bu usullarda tuzilgan bo'lishi mumkin. Xalq ichidagi usullarda tuzilgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu subyektlar bilan tuzilgan bo'lishi mumkin. Va bu o'sha xalqaro kelishuv hisoblanadi. Demak, mana shunday O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasini imzolash qanday tartibda amalga oshiriladi, kim imzolaydi? Xalqaro shartnomasini tuzish bosqichi O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasini o'zi uchun majburiy ekanligiga bo'lgan roziligi va agar xalqaro shartnomani imzolash shunday kuchga ega ekanligi nazarda tutilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasining va muzokaralarda ishtirok etayotgan boshqa tomonlarni imzolash shunday kuchga ega bo'lishi kerakligi haqidagi kelishuv boshqacha tarzda belgilangan bo'lsa yoki imzolashga shunday kuch berish maqsadida muzokaralarda ishtirok etayotgan tomon vakillarining vakolatlaridan kelib chiqsa yoxud muzokaralar vaqtida bildirilgan bo'lsa, bildirish shakli. Hop, qisqasi nima demoqchi? Shartnomani O'zbekiston Respublikasiga majburiy ekanligini bildirish uchun yo imzolash kerak yoki kelishuvga ko'ra boshqa bir xatti-harakatlarni amalga oshirish kerak. Bu o'sha kelishuvda yoki bo'lmasa toza imzolash tarzida amalga oshiriladi deb aytmoqchi. Mana bu sharhida. Xo'p, xalqaro shartnomasini tuzish, mazmunini shakllantirib, matnini qabul qilib, o'sha shartnomani O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnoma o'zi uchun majburiy ekanligi roziligini o'sha shartnomani O'zbekiston uchun majburiy ekanligini va bunga rozi ekanligini bildirishga doir tartib-taomillarning ketma-ketligi xalqaro shartnomalarni tuzish degan atamani anglatadi. Bo'ldi, atamalardan mana shular kerak. Xolos bizga dastlabki tushuncha qaysi tilda bo'lishi kerak? Uzunma qaysi tilda bo'ladi? Nima deb o'ylaysizlar? Ikkita tilda bo'lishi kerak. Ham o'zbekchasi, ham boshqa xalqaro tilda bo'lishi kerak. Xo'p, davlat tili hamda boshqa aqdlashuvchi tomonning tilida. O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasi tilidir. Ya'ni qaysi davlat bilan tuzayotgan bo'lsak, aqdlashayotgan bo'lsak, ana o'sha ikkinchi tomon tilida
Boshqa aqdlashuvchi tomon bilan kelishuvga ko'ra o'zga til O'zbekiston Respublikasi Xalqaro shartnomasining tili deb tanlanishi mumkin. Masalan, ikkita davlat kelishsa ingliz tilida qilishi mumkin yoki ruscha qilishi mumkin va hokazo. Xalqaro shartnomani matni qaysi tilda tuzilgan bo'lsa, o'sha til mazkur shartnomani matnida ko'rsatilib, matn uni autentligi va rasmiyligini belgilanadi o'sha matnda. Keyin mana shunaqa joy bor. Birlashgan Millatlar Tashkilotining shartnomalari tuzilgan hujjatlarida qaysi tillar xalqaro til bo'lishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Masalan, ingliz tili yoki bo'lmasam Xitoy tili, adashmasam fransuz tili ham bor edi, shunaqa. Mana shunaqa 4 dan 5 ta tili bor. O'zbekistonniki demak mana shunaqa bo'lishi kerak. O'zbekiston Respublikasida xalqaro shartnomalarni Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'liq, buni bilamiz. Mana davlatlar, chet davlatlar, xalqaro tashkilotlar va xalqaro shartnomalar tuzish huquqiga ega bo'lgan boshqa subyektlar O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarini tuzish, ularni amal qilishni to'xtatib turish va ularni tugash masalalari bo'yicha o'zaro munosabatlar O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi orqali amalga oshiriladi. Chunki O'zbekiston Respublikasi nima shu tashqi munosabatlarni amalga oshiradigan organ aynan Tashqi ishlar vazirligi hisoblanadi. Xo'p, qaysilar, kimlar, qaysi subyektlar xalqaro shartnomani tuzishi mumkin? Xalqaro shartnomaning subyektlari deymiz buni. Xalqaro shartnomasini tuzish huquqi birinchi o'rinda davlatga tegishli bu huquq, shuni bilishimiz kerak. Tuzish huquqi davlatga tegishli. Davlatga tegishli bo'lgandan keyin davlat nomidan ish olib borish vakolatiga ega bo'lgan shaxslar hisoblanadi. Xo'p, xalqaro shartnomalar quyidagicha tuziladi. O'zbekiston Respublikasi nomidan bo'lsa, davlatlararo shartnomalar, O'zbekiston Respublikasi hukumati nomidan bo'lsa, hukumatlararo shartnomalar, davlat organi nomidan bo'lsa, idoralararo shartnomalar deb nomlanadi. Ya'ni davlat nomidan tuzilgan bo'lsa, davlatlararo, hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasi tomonidan tuzilgan bo'lsa, hukumatlararo shartnoma. Bizda borda bunda bosh vazir tomonidan tuziladi deb hisoblasak bo'ladi. Bunda prezident hamda oliy majlis tomonidan tuziladi davlatlararo shartnomalar deb xulosa qilsak bo'ladi. Chunki 10-moddada aytilgan, 93 va 109-moddada aytilgan mana shu masalalar. Keyin davlat organlari nomidan tuzilgan bo'lsa, hokim vakolatlari bor-da, masalan 122 yoki 123-moddada hokim tomonidan tuziladi. Bu idoralararo shartnomalar deb aytilishi mumkin. Undan tashqari boshqa vazir va hokazo organlar tomonidan tuzilishi ham mumkin bu xalqaro munosabatlarda shartnomalar. Xo'p, mana shu xalqaro shartnomalarni tuzish tartibi shulardan iborat edi. Xo'p, endi Adliya vazirligiga topshirilishi bor, Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ko'rib chiqilishi bor. Lekin ular bizning o'quv dasturimizda umuman tilga olinmagan. Faqatgina mana xalqaro shartnomalar haqida asosiy tushunchalar tilga olingan. Xo'p, endi qayerda qanday savol tushgan desanglar, bizda shunaqa savol tushgan, kirish imtihonlarida nima deydi? O'zbekiston Respublikasi tomonidan ratifikatsiya qilingan shartnomalarni aniqlaying degan joyi bo'lgan. Va undan tashqari atama sifatida ratifikatsiya, denonsatsiya degan atamalar ham tushgan. Xo'p. Demak, mana biz hozir O'zbekiston Respublikasi ratifikatsiya qilish to'g'risidagi taklif, ratifikatsiya qilingan xalqaro shartnomalar mana shu 18-modda bizga kerak ekan. O'shaning uchun ko'p chiqamiz 18-moddani 18-moddagacha o'chirishimizga to'g'ri keladi. Chunki ular baribir o'quv dasturidan chetda. Xo'p. Ratifikatsiya qilingan shartnomalar, xalqaro shartnomalar. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga muvofiq xalqaro shartnomani ratifikatsiya qilish Oliy Majlis palatalari tomonidan amalga oshiriladi. Xalqaro shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risida qonun qabul qilish orqali amalga oshiriladi. Qanday hujjat qabul qilinadi desak, qonun qabul qiladi. Kitobda atamada berganda qaror deb qo'ygan, xato berilgan kitobda qonun qabul qilinadi.
quyidagi shartnomalar ratifikatsiya qilinadi. Mana O'zbekiston Respublikasi nomidan ratifikatsiya qilinadigan shartnomalar mana shular. Men juda ham ko'p post e'lon qilganman kanalimda. Ratifikatsiya qilinadigan shartnomalarning ichiga deklaratsiyalar ham qo'shib qo'yilgan. Deklaratsiya ratifikatsiya qilinmaydi, u xato deb. Davlatlararo munosabatlarning asoslari haqidagi va o'zaro huquqiy yordam to'g'risidagi hujjatlar ratifikatsiya qilinadi. Birinchi o'rinda O'zbekiston Respublikasi mudofaa qobiliyatiga daxldor masalalar bo'yicha tinchlik shartnomalari, kollektiv xavfsizlik to'g'risidagi shartnomalar ham ratifikatsiya qilinadi. O'zbekiston Respublikasini boshqa davlatlar bilan hududiy chegaralanishi to'g'risidagi shartnomalar ham ratifikatsiya qilinadi. Menimcha oxirgi chegara masalamiz Qirg'iziston bilan hal qilindi. Xuddi shunaqa bunda ham o'sha chegara masalalari ham ratifikatsiya qilinishi mumkin. To'rtinchisi, O'zbekiston Respublikasi davlatlararo ittifoqlarda, xalqaro tashkilotlarda va boshqa birlashmalarda ishtirok etish to'g'risidagi shartnoma ham ratifikatsiya qilinishi kerak. O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarini o'zgartirilishini, yangi qonunlarni qabul qilinishini talab etadigan, O'zbekiston Respublikasi qonunlari nazarda tutilgandan boshqacha qoidalar belgilaydigan bo'lsa, ham ratifikatsiya qilinishi kerak. Ya'ni ratifikatsiya qilinadi ular. Xo'p, qaysi xalqaro shartnomalarni tuzish chog'ida muzokaralarda ishtirok etuvchi tomonlar kelgusida ularni ratifikatsiya qilish to'g'risida kelishib olgan bo'lsa, o'sha shartnomalar ham xuddi shunday tarzda ratifikatsiya qilinaveradi. Oliy Majlis palatalari boshqa xalqaro shartnomalarni ham ratifikatsiya qilishga haqqi bor. Xo'p, davlat xorijdan mablag'ni jalb qilish to'g'risidagi xalqaro shartnomalarni, xalqaro tashkilotlar xalqaro kafolat shartnomalarini ratifikatsiya qilinmaydi. Qaranglar, qaysi shartnomalar ratifikatsiya qilinmaydi desa, mana shuni misol qilib keltirsanglar bo'ladi. Pul mablag'larini jalb qilish bilan bog'liq bo'lgan xalqaro shartnomalar yoki xalqaro kafolat shartnomalarini ratifikatsiya qilinmaydi. Chunki bu boshqacha, xalqaro huquq mohiyatidan kelib chiqmaydi. Xo'p, ratifikatsiya qilish to'g'risidagi taklif qanday holda amalga oshiriladi, qanday qilib amalga oshirilishi haqida to'xtalamiz endi. O'zbekiston Respublikasi Prezident qarorlariga muvofiq imzolangan xalqaro shartnomalar ratifikatsiya qilish to'g'risidagi taklif Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga Prezident tomonidan taqdim kiritiladi. Xo'p, bunda Prezidentning o'zi amalga oshirilishi kerak bo'lganligini belgilab beradi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlariga muvofiq imzolangan xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi takliflarni Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga Vazirlar Mahkamasi tomonidan kiritiladi. Endi mana bu biz aytdik-ku, O'zbekiston Respublikasini xalqaro shartnomalarini imzolash haqida subyektlarni yozdim. Masalan, xalqaro bo'lsa Oliy Majlis tomonidan yoki masalan Prezident tomonidan dedim, keyin hokim va boshqa davlat idorasi dedim. Xuddi shunaqa mana. Vazirlar Mahkamasi tomonidan imzolangan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasi Qonunchilik palatasiga kiritadi ratifikatsiya qilish taklifini. Yoki masalan Prezident tomonidan imzolangan bo'lsa, Prezident tomonidan kiritiladi mazkur taklif, ya'ni nima deydi? Mazkur shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi taklif. Xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi takliflar O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi tomonidan mustaqil ravishda shartnomada boshqa davlat organlari vakolatlariga kiritilgan masalalarga daxldor bo'lsa, ular bilan kelishgan holatda Prezident yoki bo'lmasa Vazirlar Mahkamasiga kiritadi. Demak, Tashqi ishlar vazirligi ham kiritishi mumkin. Kimga kiritadi Tashqi ishlar vazirligi? Prezidentga yoki bo'lmasa Vazirlar Mahkamasiga kiritadi. Ya'ni Vazirlar Mahkamasi mana shu hujjatni ratifikatsiya qilinishi kerakligi to'g'risida masalan dastlab o'zi o'rganib chiqib, keyin Qonunchilik palatasiga kiritadi. Buni ham tushunib oldik. Ratifikatsiya yorlig'i o'sha xalqaro shartnoma nima deydi buni? Ta'rifda ham ko'rdik, 3-moddada. Ratifikatsiya yorlig'i xalqaro shartnoma ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunga asosan ratifikatsiya yorlig'i O'zbekiston Respublikasi Prezident tomonidan imzolanadi. Prezidentning muhri va O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligining imzosi bilan tasdiqlanadi. Mana shuni ham bilib qo'yinglar. Qaysi subyekt Prezident tomonidan imzolanishi Tashqi ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirini qanday belgilamayapti? Tashqi ishlar vazirining imzosi bilan tasdiqlanishi.
Shuningdek, prezident muhri ham qo'yilishi kerak ratifikatsiya yorlig'iga. Yaxshi ma'lumot ekan. Tashqi ishlar vazirligi tomonidan tasdiqlanadi ratifikatsiya yorlig'ining shakli. Xo'p, ana endi ratifikatsiya yorliqlarini almashtirish va saqlash uchun topshirish bu narsalarni kerak emas. Tashqi ishlarni vazirlari bilan amalga oshiriladigan ishlar ratifikatsiya qilinmaydigan xalqaro shartnomalarni tasdiqlash va qabul qilish. Mana deklaratsiya masalan ratifikatsiya qilinmaydi, to'g'rimi? Ratifikatsiya qilinmaydigan, lekin kuchga kirishi uchun zarur bo'lgan davlat ichki tartib taomillari o'tkazilishi nazarda tutiladigan xalqaro shartnomalarni tasdiqlash va qabul qilish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi nomidan, O'zbekiston Respublikasi hukumati nomidan tuziladigan xalqaro shartnomalarga nisbatan prezident tomonidan amalga oshirilar ekan, idoralararo, ya'ni organlar tomonidan bo'lsa, mana shu organlar tomonidan amalga oshiriladi. Demak, bunda faqat yagona subyekt prezident. Ratifikatsiya qilinmaydigan shartnomani qabul qilish, tasdiqlash faqatgina prezidentning vakolatiga kiradi. Shuni ham unutmanglar. Xo'p. Xalqaro shartnomaga qo'shilishi O'zbekiston Respublikasini mana bizda o'sha bu adashmasam yangi 10-sinfning oxiridagi ma'lumotlar bilan bog'liq xalqaro shartnomaga qo'shilish ratifikatsiya qilinadigan shartnomalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan qaysi shartnomalar ratifikatsiya qilinmasa, ularga qo'shilish O'zbekiston Respublikasi nomidan yoki O'zbekiston Respublikasi hukumati nomidan amalga oshirilsa, bu O'zbekiston Respublikasi prezidenti nomidan, prezidenti tomonidan, xo'p, idoralararo bo'ladigan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilinadi. Demak, xalqaro shartnomani unga qo'shilish tartibi mana shunday. Agar hujjat ratifikatsiya qilinadigan bo'lsa, faqatgina O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan amalga oshiriladi. Mana shu ish agar ratifikatsiya qilinmaydigan bo'lsa, prezident tomonidan, idoralararo shartnomalar bo'ladigan bo'lsa, Vazirlar Mahkamasi tomonidan amalga oshiriladi bu ish. Xo'p. 24-modda kerak emas ekan. Xalqaro shartnomaning kuchga kirishi. Xalqaro shartnomalar O'zbekiston Respublikasi uchun qonunga muvofiq xalqaro shartnomada nazarda tutilgan va aqdlashuvchi tomonlar o'rtasida kelishilgan tartibda yoki o'sha aqdlashuvchi muddat bo'lsa, mana shu aqdashilgan muddatda majburiy ekanligini, roziligini bildirgandan keyin kuchga kiradi. Ya'ni ikkita tomon bu shartnoma, ya'ni ikkita tomon ham rozi bo'lish kerak bunga. Qo'shimcha shartda bizga kerak emas edi. O'zgartirish kiritish tartibi, prolongatsiya qilish. Bizda shunaqa atama bor, bilasizlar. Prolongatsiya deydi. Buni ham bilib ketinglar mana. Prolongatsiya bu muddatni uzaytirish. Xosidagi mana bitta anaqasini o'rgataman. Fishkasini. Mana inglizchada long degan so'z borku, uzun. Mana long, uzunlashtirish, ya'ni uzaytirish, muddatni uzaytirish. Mana shu long. Buni yana bitta adashtirib qo'yadi abituriyentlar. Promulgatsiya degani bor. Promulgatsiya bu hujjatni rasmiy kuchga kirishi uchun e'lon qilish. Bizning holatimizda bu promulgatsiyaga taalluqli emas, uchun ustini o'chirib qo'ydim. Ya'ni men bunga taalluqli ekan deb o'ylamayin deb. Mana shu atama bilan adashtirishadi prolongatsiyani. Prolongatsiya bu mana shu shartnomani muddatini uzaytirish. Masalan, ikkita davlat o'rtasida shartnoma tuzilgan. Shu shartnomani yana bir yilga uzaytirishmoqchi. Prolongatsiya qilinadi. Xo'p. Xuddi shartnoma qanday tuzilgan bo'lsa, xuddi o'sha mansabdor shaxs, xuddi o'sha organ tomonidan prolongatsiya qilinadi. Xo'p, endi biz mana bu yerda O'zbekiston Respublikasi reyestri depozitariy vazifasini amalga oshirish. Depozitariyni tushuntirdim. Xalqaro shartnomani o'zida nima deydi? Saqlash qaysidir tashkilot yoki bo'lmasam vakolatli organda. Hop, O'zbekiston Respublikasi bizda o'sha bu yoqda aniq o'quv dasturimizga doir bo'lgan normalar qolmadi. Ortig'i bilan ko'rdik. Lekin qiziq, xalqaro huquq har doim qiziq bo'lgan, har doim odamlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Demak, o'quv dasturimizni mana shu O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalari to'g'risidagi qonuniga doir bo'lgan qismini ko'rib, o'rganib chiqdik. Xo'sh, zerikib qolmadinglarmi? Qani endi hozir
Manimcha, saqlanib qilishni o'chiraman. Keyin sizlar bilan bemalol suhbatlashamiz, savol-javob qilib.